الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlarimiz, bugun sura Nisoning 79-oyatiga keldik. Ilgirki oyatlarda Alloh subhanahu va taolo munofiqlar va ahli kitoblarning, ya'ni islom dushmanlarining payg'ambar alayhissalom bilan Allohning o'ttirisini ayirib o'tishilisi haqida so'zlagan to'q. Ya'ni masalani biroqlam ustiga ilolmaslik uchun yaxshilik kelib qolsa Allah'tan keldi, yomonlik kelib qolsa sendin keldi deyishdi ular degan shaklda Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalomga ularningki ba'zi bir qilmishlaridan xabar bergandi. Ya'ni masalaning yomonlik tarafini payg'ambar alayhissalomdan kurash, yaxshilik tarafini Allohdan kurash deganlik mohiyatda xuddi o'zi shuningga haqliq shaklda bir o'rtaga chiqishi maqsad qilingan bir so'z ifodasi. İlgirki derslarda biz ilgirki oyatning oxirida payg'ambar alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo havola qilish orqali shunda bir aqida prinsiplaridan birini yetkazgandi. Mayli yaxshilik, mayli yomonlik masalasining hammasining Alloh tarafidan ekanligi. Ya'ni asli Alloh dunyoda yaratgan sabab natija qonuniyat masalasi ekanligi. Bu yerdagi yaxshilik, yomonlik hukmi faqat bandaga nisbatan bir hukum ekanligi. Allohga nisbatan Alloh faqat zaminda o'rnatgan, ma'ni qilsang, manda natija chiqadi, ma'ni qilsang, munda natija chiqadi. Qonuniyat. Faqat banda o'zining irodasi bilan ya ani tanlaydi, shuningga ko'ra natijaga erishadi. Bu uningga nisbatan yaxshilik bo'lishi mumkin yoki beni tanlaydi, shuningga ko'ra natija chiqadi. Bu uningga nisbatan yomonlik bo'lishi mumkin. Ya'ni yomonlik, yaxshilik baha nuqtasidan berilgan bu atalgı bendege nisbeten şeyler atalgı. Ameliyatda dünyadaki tüm hareketler, bütün prensipler, kanuniyetler, sebep, neticelerinin hepsini tamamen kim yaratkan? Allah yaratkan. Degen şekilde dersimizni ahırlaştırgandık. Ama biz şu ders jarayonida tushundirgan bende o'zining irodasi bilan tanlaydi dedik. Emas mi yaxshilik Allah yaratgan yaxshilik yomonlikning sabablarini shunga ko'ra natijaga erishildi emasmi? Shu natijani bugungi oyatda Alloh subhanahu va taolo bu shaklda ifodalayapti. Astag'firu billah. Ma asqabaka min hasanatin faminalloh va ma asqabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sana yetken yaxshilik, sen erishgan yaxshilik Alloh tarafidandir, yomonlik özün tarafındır. Bunun izahatına sal turib kirimiz. Qarmoqqa xuddi ilgirgi darsdagi hammasi Alloh tarafidandir degan uqumga ziddak. Amaliyotda biz ilgirgi darsda ma'lum shaklda tushuntirib o'tdik. Bu darsda inshaalloh davomini tushuntiramiz. Va arsalnaka lin-nas rasula. Biz seni kishilarga payg'ambar qilib avatdik. Biz avatdik. Biz bilan sening orangni ayirimiz deyishmisin. Sening og'zingdan chiqqan har so'z bizga vakillik qiladi. Sana itoat bizga itoat qilganlik qiladi degan ma'noda Allah subhanahu wa taala bizga da'vat etdi bu yerda. Va kafa billahi shahida. Allah guvohchilikqa Allah yetarlidir. Endi biz ilgirgi darsimizda so'zliq nurg'un taraflarini, hatto bugungi darsning mazmunlarini ilgirgi darsda mencha qo'shib so'zlab bo'ldik deb o'ylayman. Bugungi oyat shu darsning davomi. Biz yaxshilik, yomonlik dünyada Allah tarafından yaratılan sebep, netice kanuniyeti noktasından hemmesi tamamen Allah tarafından. Fakat bende
özüge berilgen bir tallaş ixtiyarı var. Ya a yoldan mağalaydı, ya bu yoldan mağalay. İki yolun kaysını tallasa buladı ve şunun gören neticeye girişti. Bu yerdeki şu bende tallagan yol neticeli sebep ve onundan erişken netice hemmini tuluq Allah yaratkan. Ama bendeki nispeten yaxşılık, yamanlık erişte, bende tallaydı. Bende tallap yaxşılık erişken bolsa, tabii ki bende bunu biliş gerek ki tallagan işlemi Allah yaratkan ve neticeni şu sebepni Allah yaratkan, neticeni Allah yaratkan. Bunun qamış tallaş ixtiyarını belginim Allah bu noktadan bunun hemmesi tamamen kimge mensup? Allah'a mensup. Allah belgen nimi bu? Nimet. Endi bende öz iradesi ixtiyarlık olan yeni bir yolunu tallap koygan bolsa, onunla yarışa netice girişken, yamanlık netice girişken bolsa, tabii ki bunun bu yamanlık netice girişi özünün tallaşını çıkan. Mesela velillahil mesalul a'la, meseleni aydınlaştırış için misal alsak, mesela ma'lum bir kişiye nispeten men bir yaxşılık kılıp iki yolunu ko'rsatdim, maslahatdim birisini. Mesela agar siz ma'ni qilsangiz bunun ichida mesela men menda qildigan yordamim bor, menda ishlarni hozirladim degan bir şekilde. Yeni bir yol ma'ni tanlasangiz, bunun da erişildiğiniz menda bir natija desa, men degan yaxshilik yo'lini tanlasa, o'zi tanladi, ama şu ishlarning hammani o'rinlashtirgan kim men. Boğalık tüpeyledin, onun xuddi men qanday qilgandek, yaxshilik qilgandek, əminetimi hamma yaxshilik qilgan bo'laman. Yeni bir yolu var. O tanlamasqa kerakdi o yolni. Hem tanlamang, tavsiyasi vatdi, buyruq vatdi. Lekin tanladı ve o'zining sho'ri. Bu normal bizning dunyodagi qilayotgan ishlarimizda bunda tushunchalarimiz bo'ladi tamamen. Bunu naytib basit oddiy bir tushuncha qilinishlar. Şoňaşqa ilgirki ayetdiki yaxşılık yamanlıkның hammasi Allah tarafından yaratılgandır degan tushuncha bilan bugungi darsdagi sen erişken yaxşılık Allah'tan, yamanlık özüңdün degan ifodasi hargizmi birisiga zid hukmlardan emas. Ondan keyin bugungi oyatda Allah subhanahu va taolo, yana dedim ya ilgirki oyatning davomida, ilgirki oyatda düşmanlar, İslamning düşmanlari, munofiq mayli, ahli kitob mayli, boshqa düşmanlar bo'lsin, payg'ambar alayhisolatu vassalamni ko'pincha ishlarda ayiblik tutadi, ayiblik ko'rsatishga urinadi. Masalalarninki salbiy taraflarini Resulullah'a artışqa urinishidi. Mesela uchrashgan ba'zi qiyinchilik yoki mashaqqat yoki xatolik yoki hazimat yoki musibat degandek taraflarni Allah subhanahu va taolo bu yerda payg'ambar alayhisolamni nima ostiga oladi? Butunlay himoya ostiga elib. Sen hech qachon o'zing javob chiqamading. Sen hech qachon o'z zotingga vakillik qilib bir ish qilmading. Senin o hayatın butunlay bizning o'rinlashtirishimizdagi hayotki va arsalnaka lin-nas rasula. Sening elchilik vazifang var. Hech alayhilik yo'q undan boshqa. Bu yerdagi alayhilik deganimiz qanday Rasululloh insonlik sifati bilan o'zining aqlliligi va boshqa talanti va boshqa bilim bu nuqtadan ish qilsamdi bu yerda. Yani Resulullah'nınki bu atkan işlerden yetkizüştün başka hiç kana sorumluluk, mesuliyeti yok. Şuna bu qalğan qiyinchilik, musibet, bazı xaflıqlarını Resulullah'ın görüşünün orunu yok. Madem Resulullah Peygamber Aleyhisselam'ın elçisi iken, yetkizgüçisi iken, bu işlerin hemmesi kimge mensup, kimge ait? Allah subhanahu ve ta'ala'ya ait. Şun başka din düşmanlarınınki, münafıqlarınınki Peygamber Aleyhisselam hakkında davatkan gapları, meselelerninki bazı musibet, qiyinchilik, bazı meselelerini İslam üstüge atıp bir propaganda yaratmakçı olan ahvallarga qarta ve kefa billahi şehide ki Allah yeterlik. Allah bunun quvvatisi yeterlik. Ularning degan gaplar hammasi sana hiç qanday zarar yetkazmaydi. Çünkü sen özün çağlap hiç qanday ishni qilmading. Anakin 8. ayette, Sure Nisa'nın 8. ayette mi? Muşu mesele ortağı koyulmadıdır. Yani Peygamber Aleyhisselam'ınki İslam'daki orni, karakteri, Resulullah ile bizden boğan münasebetimiz, Resulullah'ını nime için yaxşı görümüz? Resulullah'a nime için ergişimiz? Resulullah'ın kişilikki Allah'ıydı mı? Resulullah pevkul adı bilimlik mi? Pevkul adı talantlık mı? Mesela biz bu noktadan ergeçtik mi?
Yani Resulullah bilan bo'lgan aloqamiz nima? Resulullahninki hayotidagi o'tiga vazifasi nimaga vakillik qiladi? Bu nuqtada Alloh subhanahu va taolo masalani 80-oyatda kesdi. Dediki, estaizu billah, "Men yuti'ir rasul faqat ata Allah. Ve men tawalla fema arsalnaka alayhim hafiza." Yani kim Resulullah itaat qildigan Allah itaat qilgan bo'ladi. Kimki yüz öğreydiken biz seni ulağa muhafizatçı qilib evet yani sen ulağını mecburlaş vazifen yok. Yani bu yerdeki Resulullah itaat qilish, Allah itaat qilishning o'zi intayin mantiqiy bir gap. Nimishqa biz davom ig'izimizni chiqaryapmiz ya Resulullah, yani Allah'ның elchisi demek. Elchi evet küçüsünün vakalatçısı. Elçinin ig'izdan chiqqani evet küçüsüge ait. Evet küçüsüge ait. Anlagandan keyin masalan deyli Resulullah'ның hayotiga qarag'animizda Resulullah bir inson bo'lib sifati bilan qilgan ba'zi ishlar bor. Ve bundan chiqib qolgan ba'zi chatoqlar bor, xatoliklar bor. Resulullah buni o kadar omonatdorlik bilan e'tirof qiliqliq, o'rtaga qo'yaqliq. Mesela hem öyle bilimiz meşhur kıssadan birisi var. Medine'ye kelgan vaqtida Medinliklarning hammasi xormusni ulaydı. Yani çağlaştırdı yani. Mekke'de ahval bo'lmasa kerak. Resulullah nimish bunday qilsa, unda qilmasam olmamdi. Mesela qilmadi Resulullah dedi de kelajilisi bo'lmadi. Ya Resulullah, sizlar mushta qilmasanglar bo'lmamdi debdilar, qilmabdiq bo'lmadi. Resulullah şu vaqtda nima dedi? Antum a'lam bi amri dunyakum. Bu işlerini uzanlar bilesizler. Bu insanlık noktasından deyilgen gap. Resulullah bu yerda itiraf qildi. Meselenin işkiga ayrıldığanlıqını itiraf qildi. İnsanlık olsun, hayatda insan tecrübe arqılı qo'lga keltiradigan har qanday ishda osmon aralashmaydi. Buni aniq ayirish kerak. Bunun da insan o'zining tecrübesi, aqli, tafakkuri qarab turib ish ko'rsa bo'ladi. Ammo qonun, prinsip ve şu işlerini ip mağdıgan tüzümge kelgan vaqtda onu Allah hiç kimge koymaydı. Bendilerge koymaydı. Qarab bakınlar, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında vahiy yok. Yani vahiy kelmegen bazı işlerini Resulullah qilib, o işlerinin hatalığı ortaga chiqqandan keyin Resulullah bizge şu işlerin hatalıqını ortaga qo'yganligining o'zi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın o kadar sadık amanetkar ekanligining ifodasi. Velev aşu Resulullah bizga yetkizgan haliqi o'zgargan Allah qayagan vahiy qayagan ishlar Resulullahning ziyniga bo'lsin hatta. Resulullahga qarata qayayotgan bo'lsin, Resulullah şunun bizga qanday quvvatida yetkizyotdi. Odatda normalda biz boshqacha o'ylab qilishimiz mumkin, ammo o'zimizning real ahvoliga qarasak, tırnaqçılık emili var bir adam. Tırnaqçılık başqalarının aldığı yüz avroyu var adam ötküzgen hatalıqının qayta ortaga chiqib qolishini asla xalamaydi. Buni qarab baqsaq bunda atrofga. Resulullah'dek bir büyük peygamber, vahiy deb so'zlayotgan peygamber o'zi vahiysiz yani vahiyga asoslanmagan bir şekilde vahiy kamida demakchi ishlarni qilib bu ishlar xato bo'lib kin Allah tarafından tuzutilgan vaqtda mushlarning hammani tafsiliy shaklda bizga qanday qiladi, yetkazadi. Bilasizlar buni. Peygamber Aleyhisselam'ның vazifelik bizga ifodalangan bir unvoni var. Resulullah deymiz. Nabi, peygamber deymiz. Bu ikki söz haqida o'ylanganimizda ve bu sözning dindeki, şeriattaki atalgı noktasından algan manası haqida o'ylangan vaqtimizda Resul elçi ifadesi de bir narsani ipkege ma'noni ifodalaydi. Yani bu noktadan biz qaraganimizda peygamberler içindeki Resul namını alganlar Allah tarafından ilgirki peygamberninkiga ba'zi furuat, juz'iyat meselelerinde o'xshamaydigan bir şekilde ahkamlarni, yangi hukmlarni, yangi kitobni akagan ve bunu yetkizish vazifasi ustiga olgan peygamberlarning ismi Resul. Nabi degan nima desa, boshqalarga xabar berguvchi degan gap. Yani peygamberlarning, nabilarninki, anbiyalarninki umum ahvoliga qaraganimizda
yeni bir narsa ekemaydi. Belki ilgirki peygamberler etkigen şeriatninki ameli tadbiqlash şekilde ülgü oluş için öğretildiğin peygamberler. Ola yeni bir kitap, yeni bir din, yeni bir şeriat, yeni bir ahkam ekemaydi. Fakat lan işlerini aldı da şu işlerini kılıp ameli ülgü olup yaşap ütüp gidiyor Allah bulan olsun peygamber. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem Resul hem nimo nebi. Bizge Kur'an ne geldi, İslam'da bir din ne geldi, ilgirki dilladın, meyli Hristiyan dini, Yahudi dini, ondan başka ilgir peygamberlerin dillerden. Ahkam, furuat cehette paraklanıdığan, İslam ne geldi, Kur'an ne geldi, ahkamları paraklık. Ondan keyin özünün hayatıda bunu bizge emelli yaşap qana qıldı, körsetti. Bunun hemmesideki umumi ahvalga qaragan vaqtimizda Resulullah'nınki hayatıga qarasak o kadar amanetdarlığını körüp alalayımız. Yani biz bir yerde ne demekçi dese, Resulullah ile Allah'ın oturunu ayırmakçı Allah bu noktalara dikkat kılış gerek ki, Peygamber Aleyhisselam'ınki bizge yetkizgen her nokta, her ifade ve bizge özgürlük için kılgan her işleri Allah'a vekillik kıldı. Allah'ın vehiysiga tayinip durup kıldı bunu. Resulullah insanlık noktasından kılgan işlerinin hemmesi ortaya çıkırlık hayatıda. Ondan başka yeni bir alayda dikkatimizin tadıdığan nokta vehiy yani Kur'an ya ki Allah değil, Allah Peygamber Aleyhisselam'ın bu risaleti, bu vazifesi, bu epkegen biz yetkizgen vehiysiga tamğını urvatdı. Nimde tamğını urvatdı? Ahirki peygamber. Ahirki kitap, ahirki şeriat, ahirki din. Bu nim demek qarindaşlar dese, endi muşu düşürülüp mükemmelleşip bolgandan keyin el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam dine degan ayat arqali mükemmelleşip bolgandan keyin endi asman tarafından ikinci qıtım arlaşmaydı bununla deydi. Tügüdü deydi. Bu vehiy müşbeti ketidi kıyametki kadar deydi. Bu risalet müşbeti ketidi deydi. Yani bu şu demek ki asman bundan arlaşmaydigan bir şeriatga insonlarninki ma'lum asrda yoki ma'lum vaqt, ma'lum rayonda bu din, bu şeriat bugunmega mos kelmaydi. Agar buni tutsak biz normal yaşayamaymiz, ya g'alaba qilolmaymiz, ya u ya bu degandek dinni sirtqi ishtirib chiqarish uchun topgan gaplarning hammasiga nisbatan raddiya. Asman tamoqni qo'yapti. Qiyomat kunigacha kuchga ega. Hatto asman aralashmaydi. Hatto Jibril alayhissalom aralashmaydi bu dinning ishiga. Ham insonlarning nada aralashish huquqi olsun. Belki kişi oylaşı mümkün. Zaten peygamber kendisi bulmamdı. Elçi evetilmesi bulmamdı. Allah insanı o kadar uluk mahluk yarattı ki mahluklar içindeki en akıllı. Uzun işte tepip kılalaydıgan. Bunda mahluk insan. Bunda olgan ki onda aklımız bulmamdı. Deyişi mümkün. Biz bunun cevaben deyimiz ki doğru. İnsan izdense tefekkür kılsa özünün sağlam tabiiyeti, sağlam ifadesiga diqqat qilinglar. Sağlam aqli bilan haqiqiy atrofga qarab o'ylansa, shu nuqtaga yetib bora oladi. Bu osmon zamin bekaga yaratilib qolmadi. Bu qadar muntazam sistema bekaga o'rnatilib qolmadi. Bu kadar zor kuchni bu şekilde urullaştırışının arkasında mükemmel bir güç var, bir yaratquchi var, hikmetlik iş qiluvchi var. Mishaga yetadi. Ama bu güçning ismi nima? Bizni nima uchun yaratdi? Bizdan nimani talab qiladi? Bizning inson bo'lish sifatimiz bilan bu hayotda nimalarni qilishimiz kerak? Bu nuqtaga kelinmaydi. Mishaga vaqtda aql to'xtaydi. Bir tepişmek çıkıyor ortaya. Ben bayatım degen suallarının hemmisinin cevabı bizne kütüdü.
Peki insan şunun cevabını kutudu. Del peygamber muşu vazifeni ada kılıdı. Muşu suallarının hemmeginin biridu cevap verdi. Bir misal alayı qarandaşlar. Mesela ben seferde ketip ötüp aeroplan çatak çıkıp bir sarağa uçup kettim, yalnız kalıp kaldım. Yani qanday bir sefer münasebeti bilen insi cinsiz bir bayavanda kalıp kaldım. Kuskum açtı. Üle haletke geldim. Birden bir oylaydığım, yeydiğim nim boz tepip hayat kılış. Şu anda tuyuksuz közünü yumup açıkça nazı nimetki tolgan bir dastıkan peyda oldu. Ben o kadar ihtiyaçlıq ki asli hiç bunu oylamay yiyişim gerek. Lekin şunda vakitim insanın kılıdığan tuncu okum ani yeydin ilgire nedin peyda oldu, kim ekeldi deydiğen bir sual peyda oldu. Bu bir misal ko. Hem de insan dünyaya kilip karısa bütün nesi insandan güçlük, insandan büyük, insandan kudretlik. Quyoshga qarayli, onun büyüklüğünü obdan bilimiz. Biz demez, biz yaşayotgan yer şahridan büyük. Ay bizden büyük. Mesela şamalni hiç kaçan kontrol kılamayız, bizden güçlük. Tağlar bizden güçlük. Ve etrafta bizden güçlük, deniz, başka o kadar nesler var ki ama şu küçüğülen durup, şu büyüklükülen durup bizge hizmet kılıdı. Acaba insan oylap kalmamda mı işe kelgen vaqtida? Nimişka bu kadar mendin güçlük, mendin büyük, bu nesle men için hizmet kılıdı. Bunu kim bana hizmet kıldı de? Mesela men özüm kontrol kılamayım onu. Bugün quyosh çıkmay tutulsun diyemeyim mesela. Şamal çıkmay tutulsun diyemeyim mesela. Ma denizin suyunu bir yok kuvvetle diyemeyim. Benim gücüm yetmeydi ama men için hizmet kıladı. İnsan mişe kelgen vaqtda her qancha oylanma cevabını tapamaydı. Fakat tapalaydigan cevabı bulanın arqısı da muşularni mana hizmetki salavatkan bir güç var. Mişe keleleydi. Undan keyin qap qag'ınның hammasi tepişmak. Süptide qip qaladı. Bunun cevabını del Allah tarafından evetilgen peygamberler bana men sizlarga dep beray. Bularni yaratgan zat, bularni bu şekilde urullaştırgan zat, bularning bu xil hizmetini davam qilishga buyurgan zat, bularni siz üçün boysundirgan zat, yani Allah. Allah muşlarning hammasini sizlarni manda qilsin, bana ibadat qilsin, ziminde manda yaşasın, hayatının ölçümünü ma şekilde kurusun, uslubunu ma şekilde kurusun degan şekilde qildi. Deb peygamber deb biralaydi onu. Demek bu yerda mening hozir demoqchi bo'lganim nima desa, biz inson bo'lg'achqa bizga avatildigini inson. Agar izimda malaika yashagan bo'lsa, malaika o'tdi. Biz uning insonligiga qarab turib, masalani boshqa tushunib qolsa qolmaydi. U payg'ambarning zoti, ya'ni o'ziga oid bir muqaddasligi yo'q. O'ziga oid bir itoat masalasi yo'q. Biz payg'ambarning shaxsiyati uchun itoat qilmaymiz. Faqat payg'ambar Allah tarafından avatilganligi uchun itoat qilamiz. So'ng'ashqa biz itoat qiladigan payg'ambarning millatiga qaramaymiz. Ne onun igizpastligiga qaramaymiz, rengiga qaramaymiz, tiliga qaramaymiz. Agar Allah payg'ambarini ingliz navatgan bo'lsa itoat qilaverdik. Boshqa har qanday millatni navatgan bo'lsa itoat qilaverdik. Demak, bizning birsiga itoat qilishimiz uning kimning bo'lganligi uchun emas, kim tarafidan avatilganligi uchundir. Payg'ambarmi itoat qilishimiz Allah tarafından avatilganligi uchun. Va ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah. Biz peygamberin avatishda Allah'ın izniyle itaat kılınson bi iznillah ifadesi her gün peygamberin itaat kılır ama şahsiyeti üçün demez. Etrafımızdaki normal insan okşaş insan o. Fakat Allah'ın neymi dese Allah tarafından avatilganlik. Bizning itaatimizni talab qildigan narsa nima desa Allah tarafından avatilganlik. Çünkü her peygamber insanların özünün Allah tarafından avatilganligiga ishonish uchun mo'jizalar berilgan. İnsan qilolmaydigan darajada mo'jizalar. Masalan, ilgirgi payg'ambarlarga qarasak, hammasi o'z zamonasidagi kishilarga
iniq göz aldıda yüz bergen İsa Aleyhisselam'ınki toğma qarğularını davalaş, ak kesellerini davalaş, ölüklerini Allah'ın izlerini tırıldırış meselen. Musa Aleyhisselam'ınki halaka hassi çoğun iclanı özgergen. Kulunun ap-ak oluşı qatarılıp, muşlarının hemmisi arqılıq üzünün Allah tarafıdın əvətilgəllikige qanaqılğan delil keltirilgen Allah tarafıdın. Ve şunun qaşıda möcüze olup qalsa, şunun qaşıda kişilerge yaşaş yollarını körüstüş için menhec kitaplarını əpkegenke Tevrat, İncil'e oxşar. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın möcüzesi tam ulanın möcüzesinden eksisi. Ulanın möcüzesi öz zamanındaki kişiler kılanmayır. Şular köygen ketken haber gelen. Resulullah'ın möcüzesi birleştirilgen. Hem möcüze şu kitabının özü, hem yaşaş usulünü körüstülüğün destur şu kitabının özü. Aşı kitabının özü bizge nimdeydi? Peygamber'e itaat kılsan Allah'a itaat kılgan bulsa deydi. Men yuti'ir Rasule fakat ata Allah. Kim ki Peygamber'e itaat kılsa Allah'a itaat kılgan bulurdu. Eğer onda olmağında biz şey ettik ki nurgun taraflarını düşünemektik. Allah Kur'an-ı Kerim'de namazlarını buyurdu. Rekat sanını buyurmadı, zakatlarını buyurdu, miktarını buyurmadı, heclerge buyurdu, tefsilatını buyurmadı. Bunların hepsi Peygamber Aleyhissalatu vesselam tarafından qanaqıldı, düşündürüldü. Hatta ki Kur'an-ı Kerim'de fakat tılgınılgan ahkamlarını Allah'ın Resulullah'a hukuk verişi neticesinde Resulullah tarafından yolu koyuldu. Orgun ahkamlarına Kur'an-ı Kerim'de fakat yok. Peygamber Aleyhisselam qanaqıldı, ortuğu koydu. Bunun delili ne mi ise وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber ekegeni çın tutunlar, tosqandın qanaqılınlar. Yani Resulullah birden bir Allah tarafından vekil kılıngan zat. Kur'an'da kelgellerini düşündürüştüm başka fakat Kur'an'da yok hükümlerini ama Peygamber Aleyhisselam qanaqıldı, ortuğa koydu. Resulullah'ın ortaya koygan bizge belgilegen hükümlerin hemimiz tamamen Allah tarafından gelgen hüküm deyimiz. Mesela meseleni düşündürüş için mesela yeni bir misal ilişki ihtiyacımız var. Yani okuş noktasından emas, fakat izahlaş noktasından. Bir idare yoki organ özünün hizmetçisinden birini 15 gün iş kelmegelik tüpelinden işten haydedi. Dedi ki kanun boyunca siz 15 gün iş kelmegelikiniz üçün işten aytaldınız. Bu hizmetçi devletning asas kanun kitaplarının hemmini aldığı ekilip birden bir varaqlap kirib, hizmetçi 15 gün iş kelmese işten haydıl degan gapni topolmadi. Dedi ki, mana ma'u devletning asas kanunu. Bunun da 15 gün iş kelmegen işini işten haydığın dep yo'qken, siz meni qaysi qanunuga tayinib, qana qildingiz, işten haydadingiz degan vaqtida o organ deydi ki, asas kanunda her idare organlarının ki özünün iş tüzümünü ornutuş hukukuğa asasen biz başta tüzüm ornattık ve şunun asasen sizni haydıdık. Demek sizni işten haydışımız şu asas kanuna tayanğınımız oldu. Deb cevap verdi. Mesela düşünüşük oldu o kardeşler. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا deb hukukunu bildirdi. Kur'an'da kelgen bazı meselelerini Resulullah düşündürdü. Hatta Kur'an'da kelgen meselelerini Peygamber buluş, Allah'tan yetkizgücü buluş sübütüyle bizge qanaqıl yetkizdi. Şunda bir insanların çıkışını bilgen boğaçqa Allah Subhanahu ve Taala özünün Peygamberinin tiliyle tüyendeki hadisini bizge qanaqılgan. Evet, yani Peygamber sallam deydi o hadisde. Şunda bir kişi haqıllar anladım deydi. Ben şunda kişilerini ben uçurdu ben ya ki bunda ahval buludu ama bu to'g'ri emas degan şekilde. Mayda paqirgan şekilde hadisning ifodasida o'zining sahifasiga masalan, o'zining o'rindiqiga yuzlangan bir şekilde men buyruq yoki to'sqan cheklamalar kas deydi ki, bilmaymiz. Biz Allah'ın kitabını tapqınga, ergişimiz qaqınga, ergişmemiz degan şekilde gap qildigan insonlar oludu dedi. Rasulullah. Yani bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam aranladın bir adamga menden bir hadis kep qalsa o o'zining yostiqlariga, o'rindiqlariga, sahifalariga uylangan holda aramızda Allah'ın kitabı var. Kur'an'da halal deganni halal deydik, halal dedik, haram deganni haram qildik. Peygamber Aleyhisselam de ma şekilde ifade bildirdi deydi. Halbuki Peygamber Aleyhisselam haram qilganni Allah haram qilganga tamamen nima etdi? O'xshashdi. Men bu yerda Resulullahning bu hadisini nima deyman qarindoshlar?
Men hadislarni e'tirof qilmaymiz. Bizga Qur'on yetarlik degan kishilarningki aqlning normal emasligiga keltiryapti bu hadisni. Agar Rasululloh mashtaq odamlar bo'ladi, hadisni e'tirof qilmaymiz deydi degan bir shakldagi hadisni dedi. Agar zamonlar o'tib faqat bunda odam chiqmasa, biz bu hadisni shakllanishimiz kerakdi. Bu hadis aniq turib, ya'ni bu odamning o'rtig'i chiqqanligining o'zi bu hadisning o qadar rostligini va bu odamlarning o qadar kallasninki ishmaydiganligining bir isbot shaklda sizlarga o'rtig'i qo'yayotman qarindoshlar. Endi yana shu o'zimizning gapiga kelsak, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki her bir buyruq çeklemesi her kandaktor Resulullah'nınki üzüge ait olan bir itaat, onunla itaat kılış, onunla itaat kıllık emas, belki Allah kanakıllık, itaat kıllıktır. Yani müşakkiye vakti ben bir gapini qo'shib qo'yishni to'g'ri topdim. Normalda biz kişilik yaşamlarımızda, hayatımızda bala ataniga itoat qilish deb bir itoat va o'quvchi o'zining ustozlariga itoat qilish deb bir itoat qilish va xizmatchilar xo'jayinlariga itoat qiladi, askar qo'mondoniga itoat qiladi. Buning hammasi bir itoat. Lekin nisbiy itoat, doirasi va cheki va itoat. Ammo mutlaq itoat nima desa, Allah'a qana qilish, itoat qilish. Mutlaq itoat bu. Cheki yo'q itoat bu. Sınırsız itoat bu. Nimishqa ularni bu itoatdan u itoatni farqlantiramiz desa, bizning hayotimizdagi insonlar o'ttirisi bo'lgan itoatlarning hammasi degudek tamamen birovga itoat qilishida heliqi tarafga bir manfaat bağlanışlık oldu. Yani men xo'jayinimga itoat qilsam, yani xo'jayinim meni o'ziga itoat qilishga buyursa, cho'ng kichigini o'ziga itoat qilishga buyursa, cho'qim shu itoat qilishga burg'an tarafninki oladigan moddiy ma'naviy bir manfaat bo'ladi. Boshqa bu ma'lum bir nuqtaga nisbatan bir itoat bu. Ammo Alloh bandini o'ziga itoat qilishga buyurganida bu itoat saf itoat. Allohga hech foydasi yo'q. Aksicha bizga foydasi va itoat o'g'achqa buningda faqat shubhi yo'q itoat va itoatlarimizdagi eng sog'lom itoat va bizga qanday itoat? Foydali itoat. Dal Peygamber aleyhisselam itoat qilganlikmi, Alloh itoat qilganlikmi, bu itoatmi shu xil itoatga qanday qiladi ko'rdi. Peygamber alayhisalom hadisda Abi Hurayra radhiyallohu anhudan kelgan hadisda "Man ata'ani", kim menga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi, kim menga osilik qilsa, Allohga osilik qilgan bo'ladi. Bu yuqoridagi oyatlarningki munosabatlik tarafini biz darsning boshida deb o'tdik. Munofiqlar, din dushmanlari degan gap. Nimishqa munofiqlar bir xil yo'qlikning tepeleşi bularni bir aram rahatsız qiladi. Nimishqa? Chunki bular azaldan zulmatda yashab va zulmatning ichida davom qilib kelganlar. Adaletning bo'lishi buni bir aram qiladi. Chunki bular shu adolatsizlikdan, zulmdan qanaqlayotgan, manfaatlanayotgan kishilar. Shunga her türlük tuzaqlar orqali da'vat qiluvchiga, adolatga chaqiruvchiga, yo'qlikka chaqiruvchiga nisbatan hilmikir qapqon qurishga urinib bular. Bularning mush gaplarimi? Shu xil shakldagi gap. Hatta Rasululloh haqida nima deydi bular desa, qaranglarma sizning payg'ambaringlarga. Bu shirkka qarshi ig'izda, ammo shirkka yiqilish qo'ydi. Qanda? Menga itoat qilinglar, meni yaxshi ko'ringlar. Menga itoat qilsanglar, Allohga itoat qilganga o'xshash, meni yaxshi ko'rsanglar, Allohni yaxshi ko'rganga o'xshash davatmamdi, o'zini bir ma'budning o'rniga qo'yatmamdi degan shakldagi gapni qilib, bir xil shubha taqitdi. Halbuki Qur'oni Karim buni aqlidi. Kim payg'ambarga itoat qilsa, Allohga itoat qiladi. Qur'on. Va bu yerda bizga shuni ifodaladiki, bu itoat darsning boshida deb o'tganimdek kishining kishiligi uchun qilgan itoat emas. Rasulullohning edam shu Muhammad ibn Abdullah sallallohu alayhi vasallam bu qilganlik uchun qilgan itoat emaski, Alloh tarafidan avatilgan elchi bo'lganlik uchun va Allohning ahkomlarini bizga yetkazishda vakolatchi qilinganligi uchun bo'lgan nima itoat qarindoshlar.
Qarang oyatning oxiriga An bu yerda Payg'ambar alayhisolatu vasallamga bir mas'uliyat ortilgan bo'lg'achqa Rasulullohga itoat qilish Allohga itoat qilgan buyuk gap, cho'ng gap, ya'ni butun vazifalar kimning ustiga otilgan Payg'ambarning ustiga. Rasulullohning inson bo'lish bilan bir xil psixikasida, ruhiyatida mas'uliyatchanlik huquqida har qanday odamda bo'ladi bu. O'zguchlik bir shaklda, Payg'ambardan o'zguchlik bo'ladi-da. Ondan keyin boshqalar yuqoridagiga o'xshash gaplarni qilsa, Rasulullahning o qadar samimiy sadoqatmalik bilan degan gapini xato tushunib Rasulullohni eli shoir, eli kazzab, eli bu degandek ayblasa, ig'volarni topsa, shubhalarni taqilsa, Rasululloh ig'ir keladi. Nima uchun ergashmaydi? Men bundan bir narsa talab qilmasam, bundan bir manfaat berishni istamasam, men xolis qilib olsam, nima uchun qilmay? Deydigan bir xil tuyg'u. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida Payg'ambarning kim psixikasini, ruhiyatini qo'g'dab imdavotidi. Va man tawalla kimki yuz o'risa, qaring olmasin. Chatag'ing olmasin, o'zingni ancha o'p ketma. Chunki fama arsalnaka biz seni alayhim hafiza. Ularni bu dinga zo'lab kirgizadigan yoki kirgizish vazifasi ustunga yuklangan bir şekilde öğretmedik. Senin vazifen faqatlam qana qilish, ularni chaqirish. Oyatdagi alaykedagi ala ifodasi bir xil mas'uliyat ifodasini ko'rsatadi. Ya'ni ustunda unda mas'uliyat yo'q seninki. Sening vazifen faqat yetkazib qo'yish. Kirmamdo sana qilsizlik zarari yo'q. Biz boshqa oyatlarga qarab baqsaq buni ifodalaydi. Laysa alayka hudahum walakinalloh yahdi man yasha. Ularni hidoyat qilish sening ustundagi vazifa emas. Sura Baqaraning 272-oyati. Fazakir innama anta muzakkir lasta alayhim bimusqaytir. Sening vazifang faqat vaznasiyat qilish. Vaznasiyat qil. Ularni majburlab, kontrol qilib, bu yerga akramaysa majburlab so'rab. Yana bir oyatda bu oyatning qaysi g'oshiyada. Sura Qofning 45-oyatda "Va man anta alayhim bijabbar" sa ularni majburlab bu yerga zo'rlab akiradigan kishi emas. Vazifang. Endi demak bu yerdagi nima u desa, Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ruhiy jihatdan qana qilish qutuldirish, ruhiy besimdan qutuldirish. Kirmidi ya buni, gapni anglamadi ya bular degan bir xil psixikdan qana qilish qutqizish. Boshqa oyatlardan bor, la'allaka baqi'un nafsaka ala alla yakunu mu'minin. Onun ima etmaganligidan o'zingni tugashtirib o'tishing mumkin, bir aram bo'lishing mumkin. Bu nuqtada Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Alloh subhanahu va taolo qana qildi, rahatlatdi. Qur'onda nurg'un o'rinlarda Alloh Payg'ambarga qo'ygan ahvollar va qo'yga yerlarimi Rasulullohning xato qilganligi uchun emas, o'zga bek elib olganligi uchun qo'yayotdi. Sening chigrang ma'vo, sen mushishni qil, sonda vazifa tugaydi. Uning neresi sana emas. Masalan, abasa va tawalla an ja'ahul a'ma degan sura Abasada Payg'ambarga qo'ygan bir voqelik bor. Voqelikning tafsilotini mencha ko'pincha bilasizlar. Rasululloh Qurayshning cho'nglariga din da'vat qilish uchun yuzlanayotgan vaqtda Ibn Maktum keldi. Rasululloh biroz siqilgandek, chiroyi turilgandek bo'lib, da'vatni bilan bo'lgan parangni davom qilaverdi. Alloh subhanahu va taolo shunday qo'yishi sen xato qilding demakchi emas. Nenda bizdan javob qilsa, ma birisi iymon aytib, dinga kirib, din o'rganaman deb kelgani, buni o'rgat. Sen ular o kadar o'zingni zo'lab qana qilsa, kirmas o'zining ishi. Sening ustingda o kadar nima yo'q, ularni cho'qim dinga akiradigan nima yo'q. Majburiyat yo'q, zo'rlik yo'q, faqat yetkazib qo'ysang bo'ladi unga. Xuddi bugungi oyatdagi fama arsalnaka alayhim hafizaki, ularni majburlash uchun aytmadik seni. Ularni dinga cho'qim zo'rlab ishni, sen o'zingni rahat qo'yvat deydi. Yetkaz, tugadi vazifang. Ularning dinga kirishi sening ustingdagi masala emas. degan bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan qanday qotdi, rahatlatdi. Şunu bilan qarindoshlar bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Inshaalloh Alloh nasib qilsa kelar soatlik darsimizda ko'rishguncha hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.